Bugungi videoda men Minecraft'dagi Herobrine chaqirish lifehacklarini tekshirib ko'raman. Videoni boshlashdan oldin videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Qani unda men videoni boshladim. Mana do'stlar, birinchi lifehackimizga kerakli narsalarni oldim. Endi hozir ularni qo'yib ko'raman. 9 ta oltin blok shunaqa 3 ta tarafga qo'yib olishimiz kerak bo'lar ekan. Hozir 5 minutda qo'yib tashlayman, o'mi. Herobrine chaqirish ustasiman, men hozir 2 ta blok sindirib tashlasak, keyin shunaqa redstone fakkellardan qo'yib chiqib, o'rtasiga netherite blok qo'ysa, shunday yoqvorsa, shunday vav etib Herobrine kelarga yoqamiz. What the fuck, Herobrine kelmadi? Assalomu alaykum, bratim, qanaysiz? Do'stlar, bu haziliydi, bu lifehack o'shamadi, bu lifehackga X qo'yamiz. Mana do'stlar, keyingi lifehackimizga o'tib oldik. Keyingi lifehackimizda shunaqa narsalar ketarkan, hozir bularni qurib chiqamiz. Mana do'stlar, hozir qo'yib chiqaman. Bularni oltin blok shunaqa 9 ta qo'yib qo'yishimiz kerak ekan. Qo'yib olganimizdan keyin o'rtasini yorib ruhqum qo'yishimiz kerak ekan. Keyin atrofiga mana bunaqa fakkel qo'yishimiz kerak ekan. Bundan keyin o'rtasiga netherite blok qo'yib ustini yoqsa Herobrine kelar ekan. Bu lifehackimiz o'shamadi. Bu lifehackga X qo'yamiz. Do'stlar, keyingi lifehackimizga kerakli narsalarni oldim. Lava ketar ekan. 9 ta teshik ochishimiz kerak ekan. Birinchisida 9 ta teshik ochamiz, hozir 5 minut. Teshik ocharman, to'g'rimi do'stlar? Hozir teshik ochib olib, oltin blokni olib, har yoqqa qo'yib chiqishimiz kerak ekan. Har yoqqa shunaqa turburcha qilib, pirus qo'yib, keyin 4 ta tarafiga shunaqa lava qo'yib, tepasiga shunaqa netherite blok qo'yib, keyin redstone fakkel qo'yamiz ekan. Oltin bloklar ustiga, keyin bitta yoqsak hech narsa bo'lmaydi ekan. Bu lifehack o'shamadi, X qo'yamiz. Mana do'stlar, keyingi lifehackimizga o'tib oldik. Keyingi lifehackimizda shunaqa narsalar ketar ekan. Hozir qurib olamiz. Herobrine chaqiradigan moslama tushib turib, shunaqa turburchali 9 ta qilamiz ekan. 9 ta qilamiz, hozir 5 minut. 9 ta qiladigan mana. Keyin shunaqa ruhqum qo'yib turib, chetiga shunaqa redstone fakkel qo'yib turib, keyin bitta yoqib yuborsak, Herobrine kelaganda hozir yoqamiz. Hech narsa bo'lmaydi ekan. Buni yoqsa, bu lifehackimiz o'shamadi, X qo'yamiz. Menimcha bugungi tayda videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Sizlar bilan Narguzov kanali bo'ldi. E'tibor uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Do'stlar, men sizlarga Game Decision kanalini tavsiya etaman. U yerda sizlar arzon narxga har xil ularni yasatishingiz mumkin. Kanal silkasi kommentariyada bo'ladi.